Men bu kitobni o'qib bo'lganman deb uni kitob javoningizdan olib tashlamang, chunki siz kitoblarni yillar o'tgan sari yana o'qishingiz shart. Sababi siz har xil yoshda kitoblarni har xil tushunasiz, har xil talqin qilasiz. Masalan, o'tgan kunlar asarini 18 yoki 20 yoshli qiz o'qiganda, u faqat Kumush va Otabekning muhabbatiga achinib, Zaynabni qarg'ab yig'laydi. 40 yoshga yetganda yana o'sha asarni o'qib, yana yig'laydi. Bu safar u Zaynabga achinib yig'laydi. Axir u ham ayol edi degan tushunchalar paydo bo'ladi. 60 yoshga yetganda yana o'sha kitobni o'qiganda yana achinib yig'laydi. Bu safar u Kumush va Zaynabga achinib, Otabekni qarg'ab yig'laydi. Ko'ryapsizmi, har xil yoshda kitoblar odamlarga har xil ta'sir qiladi. Shuning uchun kitoblaringizni tashlab yubormang. Agar sizda o'qigan kitoblaringizdan bir nechta nusxa bo'lsa, siz uni boshqa kitobxonlar bilan bo'lishish imkoniyatingiz bor. Mango ilovasi orqali siz ularni sotishingiz mumkin. Masalan, menda Don Kixot va Andisha va g'urur kitoblaridan ikkitadan nusxa bor va men ularni Mango ilovasida sotyapman. Bu ilovada nafaqat kitob, deyarli hamma narsani sotishingiz mumkin. Bu ilovani menga yoqqan tarafi shundaki, sizni telefon raqamingiz va telegramingiz hech kimga ko'rinmas ekan. Biron narsa e'lon bersangiz, faqat siz atrofingizdagi odamlarga ko'rinar ekan. Bu degani sizni yerni chekkasida hech kim bezovta qilmaydi. Yana bitta plusi shundaki, e'lon berish mutlaqo tekin va e'lon berish jarayoni atigi 1 daqiqa vaqtingizni olar ekan. Ilovani Mango profilidagi link orqali yoki Play Store va App Store dan yuklab olishingiz mumkin.